Любой oilada podxalim farzand bo'ladi yoki yumorist farzand bo'ladi va o'sha farzandlardan biri bu men bo'laman. Chunki agarda menga bir narsa kerak bo'layotgan bo'lsa, the best version of Jasmine ko'rasizlar. Chunki men prosta 180 gradus emas, 200 gradusga o'zgarishni boshlayman. Agarda oyimdan bir narsa kerak bo'layotgan bo'lsa, srazu borib, men mulichkam deb boshlasam, oyim o'z tushunadi. Nech pul kerak, qayerga bormoqchisan? Chunki men dardim faqat shu bo'ladi-da, boshqa hech narsa emas. Keyin adam yonlariga kelayotgan bo'lsam, adam nagla aytadilar, senga nech pul kerak deydilar. Nimaga sen mana bunaqa yaxshi gapiryapsan deydilar. Chunki shunaqa farzand baribir bo'ladi, yo singlisi shunaqa bo'ladi, yo opasi shunaqa bo'ladi. То есть aytganini через подхалимство qilishni boshlaydi. Chunki chiroyli gapirgan bolaga hamma narsa qilib bergisilar keladi-da. Va shu uchun agarda siz ham menga o'xshagan bo'lmoqchi bo'lsangiz, agar juda ham ko'p narsalarga erishasiz, bu 100%, like 100%. But agarda podxalimchis qilishni bilmasangiz, agar shitachqining yarim hayotingizni prosta tak yashab o'tdingiz. Gapirib, odamlarni bilan ko'ngliga kirib olib, bu podxalimchista bo'lmasa agar imkoniyati yo'q-da. Agar siz ham o'rganmoqchi bo'lsangiz, agar mana lifehacklarim bor. Kommentariyaga Jasmina menga ham o'rgating deb yozib ketinglar.